Bizga qandaq artistlar kerak? Men Jungo millatlari jurnaliga xoslashib kelayotgan bizga qandaq palonilar kerak degan yo'nalishdagi muhokama temasida ilgari bizga qandaq dadalar kerak degan bir parcha maqola yozgan edim. 2006-yilining 5-ida o'z oldimga belgilagan muhokama temamning izchilligini nazarda tutib, bu qitim bizga qandaq artistlar kerak degan temada o'ylanganlarimni yezib e'lon qildirishni niyat qildim. Men 2006-yili planliq ham bosqichli holda dastlab Xinjiang televiziya stansiyasi 5-yurish kanalining madaniyat bo'stoni maxsus programmasida o'tkazilgan Ziyolilarning burchi to'g'risidagi suhbatda Ziyolilarning qatlami va sarxillar qatlami bir millatning farosat tipli kishilari bo'lib, ular jamiyatning taraqqiyotida o'ynaydigan roli, nag'ma navoni kasb qilgan mahorat tipli kishilarning rolidan alohida muhim bo'ladiganligini, shunga avam mahorat tipli kishilarning mahoratlariga maftun bo'lish bilan cheklanmay, jamiyatdagi ideyaviy fikr iqimining shakllanishi va o'zgarish yasashiga turtki bo'ladigan ziyolilar qatlami bilan sarxillar qatlamining tafakkur ushqunlariga yetarli ko'ngil bo'lish zarurligi haqidagi qarashimni o'ttirg'a qo'ygan edim. Arqadan yozda Eli daryosi jurnalining shu yillik 3-sonida bir parcha maqola e'lon qilib, bir millat nag'ma navo naqshi usul jihatda har qancha taraqqiy qilsa-mu, millatning cho'ng kichik a'zolari san'at desa jinini bagudak darajada san'at mastonasi bo'lib ketsa-mu, bundoq millat ikkinchi bir millatning nazarida hargizmi raqobat obyekti hisoblanmaydiganligini, bugungi raqobat dunyosida biz hozirlash zarur bo'lgan eng muhim masala raqobat sahnasida ro'baro turalaydigan hayotiy iqtidor ekanligini o'ttirg'a qo'ydim. 8-ayda Urumchi shaharlik televiziya stansiyasining Chin yurakdan chin so'zlar maxsus programmasida Nag'ma navo ham millat saposi temasida riyosatchi Elnur Ibrohim bilan yarim soat suhbat o'tkazib, nag'ma navoga naqshi usulga ziyoda berilish bir millatning tushkunlashganligining ifodasi. Nag'ma navo naqshi usul bizning boyligimiz, ammo borliqimiz emas degan ideyani sharh eladim. Kuzda Xinjiang madaniyati jurnalining shu yillik 5-sonida biz qandoqlarcha naqshi usul millati atilib qoldik degan mavzuda yozilgan muhokama maqolamni e'lon qilib, milliy psixikamizdagi nag'ma navo naqshi usulga savdoilarcha maftun bo'lib ketganlikdek amaliyotni dalil isbotlar bilan ko'rsatib berdim va havas qiziqishlarida zamonga munosib kelmaydigan darajada bir taraflamalik ko'rilgan millatning umri quti, baxti qora bo'lishdek fojialik taqdirdan saqlanolmaydiganligini ogohlantirdim. Men 2006-yili ko'ngil bo'lib muhokama qilgan temamning izchillik ehtiyoji sababidan bu qitim bizga qandoq artistlar kerak degan temadagi mulohizamni yozib, milliy o'zlik eng kuchlik, milliy kimlik qarashi ro'shan, kishilik qadr qimmatini a'lo biladigan, san'atkorga xos g'ururga ega artistlar kerak degan murojaatimni bildirishga tirishdim. Bu deganlik hargizmi bizning san'at sohamizda bu xildagi artistlar yo'q deganlik emas, faqat kam deganlik. Agar biz san'at sepimizdagi soni shunchalar ko'p artistlar qo'shinining sifat saposi haqida faqat mulohiza etmasak, bu madaniyat muhitimizdagi normalsizlik hisoblanadi. Tafakkuri sazgur, ijtimoiy inkas iqtidori kuchlik, sog'lom ruhga ega bir millat o'zining hamma ishlariga o'xshamagan nuqtadan ko'ngil bo'lishi, nazar og'dirishi kerak. Bizda ilmiy yo'sinda ep berilgan mulohiza tanqidlarni tishlab tortdi, ziddiyat teridi deb tushunadigan, samimiylik bilan to'g'ri, obyektiv, ilmiy, odil holda maqtab madhiyalab muayyanlashtirsa-mu, odamni maqtash feodallik koni qarashdan kelgan kasallik deb ahmoqona holda fatvo o'qiydigan bema'ni tushuncha saqlanmoqda. Bundaq tushuncha bir bo'lsa nima da'vatqanligini aniq bilmaydigan nodonlarning
Bir bo'lsa masalalarga haqiqat nazari bilan qarashga ojizlik qiladigan zaif ruhning mahsuli. İlmi anga ega bir tarbiya ko'rgan odam muhokama qilinayotgan masalaga olajo'qi gaplari bilan cheklama qo'yishga kuchimay, berilayotgan muhokamaning asoslarining yetarlik yoki yetarsiz ekanligiga bakrak ko'ngil bo'ladi. Shubhisizki, ilm sohasida yetarlik asosga ega har qanday kishi o'z qarashini o'ttirg'a qo'yishga huquqliq. Milliy psixikamizdagi nag'ma-navo naqshi usulni ziyoda ulug'lash, uningga savdo iloji hirismanlik qilish, chakdan eshib ketganlik degan tonishni burmilab, bizga naqshi usul kerak emas deb maqola yozdi deb tushunib olish, ham san'atning dushmani deb qalpoq kiydirish, masalaga tafakkur ko'zi bilan qaramay, kayfiyat moyilligi bilan muomala qilish bo'lib hisoblanadi. Gumanitar o'qishliq nomli kitobda din, fan, san'at insoniyatning uch cho'ng ruhiy turiki. Bu uch cho'ng turik insonning ruhidan iborat danqanni tangpung holda ko'tarib turgan mustahkam uch putga o'xshaydi deb tushuntirilgan. Shunga uch cho'ng turikning uch mustahkam putning biri bo'lgan san'atga kerak emas deb muomala qilish sepi o'zidan nodonlik hisoblanadi deb qarayman. Fan chilliqqa va haqiqatga, din oq ko'ngillik va samimiyatga, san'at go'zallik talpinadi. Bu uchi o'xshashli insonlarning ruhiy intilishi bo'lib, birimi kam bo'lsa bo'lmaydi. Biri yana birining o'rnini bosolmaydi. Fanga sal qaralsa insonlarning moddiy taraqqiyoti to'xtaydi. Diniy e'tiqodga sal qaralsa insonlarning ruhiy dunyosi gumron bo'ladi. San'atga sal qaralsa insonlarning ma'naviy dunyosi qurg'oqlashib ketadi. Moddiy qimmat, ruhiy qimmat va ma'naviy qimmat insonlar o'xshashmagan darajada ahamiyat beradigan zarur narsalar hisoblanadi. San'atga bo'lgan savdo iloji hirismanlik bo'lsa boshqa gap. San'atning roli va qimmatiga bo'lgan tonish bo'lsa u boshqa gap. San'atning roli va qimmatiga inkor qilish pozitsiyasini tutgan bir qalamkash hargizmi bizga qandoq artistlar kerak deb ko'ngil bo'lib muhokama qilib yurmaydi. Bizga qandoq xarakterdagi san'at kerak, bizga qandoq sifat safodagi artistlar kerak degan masala biz mangu ko'ngil bo'lishga, mulohiza qilishga tegishli masalalarga kiradi. Undaqda bizga zodi qandoq artistlar kerak? Birinchi bizga milliy o'zlik eng kuchli artistlar kerak. Qaraydigan bo'lsak, jamiyat taraqqiyotining yukselishiga ergishib, hozir dunyoda har qaysi milliy madaniyatlar o'ttirisidagi uchrashish va sing'ishish tarixdagi har qanday vaqtdagidan kuchayib ketdi. Mushundaq sharoitda taraqqiy qilgan millatlar yoki soni ko'p millatlarning madaniyati qora bo'rondek yopirilib kelib, orqada qolgan yoki soni oz millatlar madaniyatining rangini tez sur'atda o'zgartib yetyapti. Amaliyatchil ruhga ega har qanday bir odam jamiyat taraqqiyotining bu yuzlanishini e'tirof qilmay qolmaydi. Ammo biz bu xil yuzlanish oldida passiv holda qarab turish pozitsiyasini ifodalasak, kam-kutsiz bo'shanlik qilgan bo'lamiz. Biz imkoniyatning boricha milliy madaniyatimizning immunitet kuchini oshirib, milliy madaniyatimizning xosligini saqlab qolishga tirishishimiz kerak. Bundaq immunitet kuchi millatning barliq a'zolari o'zining milliy o'zlik engini oshirgandili shakllanadi. Mushu ma'nodan aytganda, bizning artistlarimiz milliy o'tmish, milliy turmush, milliy odat, milliy ruh, milliy orzu zeminiga yiltiz tortgan sop milliy san'atning ijodchilari va ijrochilari bo'lishni sharaf va muqaddas burch deb bilishi lozim. Fatimaning ko'ngliki 87 yomaqi degandek, bizning qo'yiq milliy alohidalikka ega naqshi usullarimiz hargizmi boshqalarning san'atidan ep kelingan turishlardan yamoq selinib, aslini bilgili bo'lmaydigan shalg'ut san'atga aylanib qolmasligi kerak.
Biz uchun aytganda lo'p nurliq bir oddiy podshoning bepoyon to'g'raqliq jangalda aytgan mo'ngluq naqshisi Yevropaning hashamatlik zallarida o'rinlangan saltanatlik simfoniyalardan afzal. Qashqarlik qaymoqchi qizning beshidagi gilam do'ppisining guli, Angliya ayol podshohi Elizabetning beshidagi shohlik tojga qo'ndirilgan ko'zni chaqnatadigan bebaho olmosdan afzal. Turpalliq Karizchi bovayning kishilik hayot haqidagi oddiy hikoyasi Koreyaning talay televiziya teatrlaridan afzal. Yüzlari oftobda qarayib ketgan eliliq dehqonning benamdagi so'g'uq qora toshning ustida ochiq muhurkisini sho'rab o'ltirib ufuqqa petayotgan kashki quyoshning adoqi nurlariga uzoqdan uzoq tikilib turgan o'ychan holatni Rodinning dunyoga mashhur mutafakkur degan haykalining obrazidan afzal. Biz davatqan imoni titkuchi dal mana moshundaq o'zining milliy an'anasini va milliy meroslarini ko'z qarchug'idek qadrlaydigan qaynab turgan milliy o'zlik engidan keladi. Agar xilma-xil madaniyatlar tinimsiz zarar tarqitib turayotgan moshundaq sharoitda artistlarimizda tavranmas milliy o'zlik engi shakllanmaydi ekan. Latin usuli bilan Uyg'ur usuliga muomala qilganda o'zining san'atini noqul holda boshqalarning go'zallik o'lchami bilan o'lchaydigan ahvol umumlashib ketadi. Oqibatda xalqlarning moda bo'layotgan naqshi usullari bizning ingimizda san'atning oliy namunasi bo'lib qoladi. Milliy madaniyatimizning rangining o'zgarib ketishi mana mushundoq psixikaning shakllanishi bilan tangla boshlanadi. Oqibatda har kim eli Irlandiyaning, eli Ispaniyaning, eli Hindistonning, eli O'zbekistonning san'atidan bir-ikkidan yamoq ep kelib, milliy san'atimizga o'z xohishi bo'yicha yamoq selib, uni Fotimaning ko'nglikiga aylantirib qo'yadi. Şuna biz artistlarimizga har qanday ahvolda milliy o'zlik engini bo'shashmay kuchaytirishni tashabbus qilamiz. Milliy o'zlik engi ojizlaydi ekan, milliy madaniyatning rangi o'ngishga boshlaydi. Esimizda bo'lsinki, bugungi dunyoda milliy madaniyatlar shiddat bilan qo'shilayotgan, bir-birini zaratlayotgan bo'lsa-mu, ammo zamonaviy insonlar yanalar rangi o'ngmagan, xosligini yo'qotmagan sop milliy madaniyatlarni ko'rishni, uningdan zo'qlanishni, ilhom olishni orzu qiladi. Ikkinchi, bizga milliy kimlik qarashi ro'shan artistlar kerak. Milliy kimlik masalasi bugungi dunyoda eng ko'ngil bo'ladigan masalaga aylanmoqda. Bizning etnik manbaimiz qaysi? Irqiy alohidaligimiz nima? Ona yurtimiz qayya? Tilimiz, dinimiz, axloqimiz, go'zallik tuyg'umiz qandoq degan ufqumlar ustida astoydil o'ylanish va uni cho'nqur tushunish bizning milliy kimlik haqidagi tonishimizni ro'shanlashtiradi. Bu jihatdagi tonishi ro'shanlashgan bir odamda oliy milliy g'oya tabiiy holda shakllanadi. Bundaq kishi kim uchun, nima uchun, qanday shaklda yashashi kerakligini nihoyat aniq biladi.
Şuna biz milletning har bir a'zosini o'rtaq bo'lgan oliy milliy g'oyaga ega qilish uchun tirishishimiz kerak. Chunki o'rtaq bo'lgan oliy milliy g'oyaga ega kishining milliy aqidasi intayin sof va kuchli bo'ladi. Afsuslanarlik shuki, milliy kimlik haqidagi tonishi mujmal bo'lgan bir odamda bundoq esil ruhiy sifatning bo'lishi mumkin emas. Men bizning artistlarimizning ko'pinchisining milliy kimligimiz haqidagi tonishining davr taqozo qilayotgan darajada atrofliq va ro'shan ekanligiga gumon bilan qarayman. Ularning sahna ekranlaridagi so'rin suhbatlardagi so'z bayonlaridan ko'pinchisiga bu jihatda gumon bilan qaramaslikqa amalimiz yo'q. Esimizda bo'lsinki, sahna va ekranlarda badam do'ppini kiyib belini bog'lagan, atlas ko'nglikni kiyib lapar o'ynagan holda ko'ringan kishilarning hammasidala xalqimga rahmat deb yog'lama ig'izlik qilib, millat xalq haqida hayajonlanib bir ikki ig'iz so'zlab qo'ygan kishidala milliy kimlik haqidagi tonish shakllangan bo'lavermaydi. Milliy kimlik haqidagi tonish bir mukammal tushuncha. Hargizmi quruq hayajon emas yoki shaklan qiyofat emas. Men artistlarimizning milliy kimlik haqidagi tonishini shakllantirishga yetarlik zehn va vaqt ajratishini umid qilaman. Sistemalik izlanmagan va tarbiyalanmagan ahvolda bu xil tonishning atrofliq va ro'shan holda shakllanishi mumkin emas. Bundaq zarur tonish shakllanmagan artist sahnada yugurib yurgan badiiy qo'choqdan boshqa narsa emas. Üçüncü, bizga kishilik qadr-qimmatini a'lo biladigan artistlar kerak. Shubhisizki, kishilik qadr-qimmat insonning shaxsiyati nuqtasidan aytganda eng oliy boylik. U hayotdanmi muhim. O'zining kishilik qadr-qimmatiga sal qarash yoki uning bilan o'ynashish saposi eng tovan odamlarning odati. Kishini o'kindiradigan shuki, o'zining kishilik qadr-qimmatiga sal qarash bugungi jamiyatda umumyuzlik degudak saqlanayotgan axloq masalasi bo'lib qoldi. Bu qandoqdir artistlarimizda saqlanayotgan masala emas. Gap artistlarimiz ustida ketayotgan bo'g'achqa, men artistlarimiz orasida bu jihatda ko'rilgan tipik misol orqali ularning qadr-qimmat ingini texmi o'yg'itishni maqsad qildim. Günümüzdeki dağlıq yazğıcı Dingangning buningdan 10 necha yillar ilgari yezib e'lon qilgan Yiroq Sharqda ko'rganlarim nomli adabiy axborotida kishini o'ylantiradigan mundoq bir tafsilot so'zlangan. Avtor 1990-yillarning 5-ida sobiq Sovet ittifoqida yuz bergan siyosiy yer tavrashdan keyin mustaqil bo'lgan Rossiya Federatsiyasiga qilgan Yiroq Sharq rayonidagi sayohati jarayonida ko'rgan his qilganlarini bayon qilib kelib, Harbindagi bir kechilik bazmaxonada ko'rgan ahvolni qistirib o'tadi. Avtorning yozishicha, bazmaxonada jungolik qizlar bilan jungoga pul topqala kelgan rossiyalik qizlar moda naqshlarni aytib va xilma-xil usullarni o'ynab harbinlik boyvachchalarning as-hushini ram qilib oladi. Bu boyvachchalar seriq chochlari yaltirab turadigan bu rossiyalik Sahib Jamal Nazininlarning yerim yalang'och badallariga maftun bo'lib va ishqiboz qiliqlariga mast bo'lishib xudini yo'qotib qo'yadi. Hayajonlangan boyvachchalar bu qizlarga bas-basta gul sovg'a qilishadi. Ajablanarliki, rus qizlari o'zlariga tutilgan gullarni pukayga opirib pulga tegishmaydi. Jungolik qizlar bo'lsa pulga tegishib etib chiqib ketadi. Avtor Pukaydagi xonimdan sababini so'raganda, u xonim rus qizlarining hammasi xalq sovg'a qilgan gullarni chamadoniga selib o'z eliga ep ketadiganligini aytadi va bu gullarning bir necha kundala quruq cho'pga o'xshash qurib ketishiga qaramay ular yanada go'hardek ativolab saqlaydi ekan deb qo'shimcha qiladi. Avtor jungolik qizlar bilan rossiyalik qizlarning o'zlariga taqdim qilingan gullarga tutgan farqli pozitsiyasidan
ikki millatning madaniyat qatlamini va gumanitar ruhini ko'rib olganligini aytdi. Abdur gezi kelsa ippet sodasi qilmaydi degila bo'lmaydigan ashu Rossiyalik qizlarning vujudida chaqnagan o'zini qadrlash ruhining ushqinidan qattiq ta'sirlanadi. Taqdim qilingan gul ko'ngilning simvoli ekanligi hammaga ayon. Bir odam yana bir odamga gul sovg'a qildi deganlik kishilik qadr qimmatini qildi deganlik, odam do'st qarindosh deb bilib hurmat qildi deganlik. Bir odam sizga mana shunday hissiyatda gul taqdim qilsa so'yinmay tura olamsiz. Agar normal kishilik qadr qimmat tuyg'ungiz bo'lsa, cho'qim so'yinasiz. Bu xil qimmatli ko'ngilni qadrlaysiz, uningga rahmat aytasiz. Agar o'zingizga sovg'a qilingan gulga oshko'zlik bilan boshqacha muomala qilsangiz, dal o'zingizni qadrlamagan bo'lasiz. Xalq sizni qadrlab gul sovg'a qilsa, siz u gulni pulga tegishibasiz, o'zingizga o'zingiz ziyon yetkazgan bo'lasiz. Aniqroq aytganda, o'zingizni qadrlamagan ham xalqni hurmat qilmagan bo'lasiz. Endi biz sahnaga chiqsalar aziz xalqim, qadrli qarindoshlarim deb gap boshlaydigan bir kazzob artistimizning gulga munosabatli qilmishiga qarab boqaylik. Bizning xeyli nomi bor bu artistimiz o'zining san'at kechiligini o'tkazib aylanib Janubiy Shinjongdagi bir nahiyaga borganda, oq ko'ngil xalqimiz uningga bo'lgan tilak va hurmatini ifodalab, o'yin jarayonida uningga bir necha dasta gul sovg'a qilgan. O'zining kishilik qadr qimmati bilan aslo hisoblashmaydigan odatni yetildirib olgan bu manfaatparast artistimiz o'ylamagan yerdan pulni deb o'ziga sovg'a qilingan gullarni sahnaning orqasi bilan tövanga ep tushib tomoshabinlarga setishga o'rinlashtirgan. Bu ish takrorlanish jarayonida sezilib qolib, bu artistimiz gul o'rniga chalma kesakka duchor bo'lgan. Demak, oq ko'ngil tomoshabinlar o'zlarining ahmoq qilinganligini bilgandan keyin u artistni tukirib tashlab etgan. O'zining kishilik qadr qimmatini a'lo bilish odati yo'q odam oxirgi hisobda mana shundoq oqibatga qoladi. Bu hammamiz uchun bir ibrat. Shunga bizga kishilik qadr qimmatini a'lo biladigan, uning uchun moddiy manfaatlardan ikkilanmay voz kechalaydigan, nomus tuyg'usi kuchli artistlar kerak deb aytamiz. O'z navbatida shuni e'tirof qilish kerakki, o'zining kishilik qadr qimmati uchun qilchi yo'l qo'ymay kurash qilib badal to'lab kishilarni so'yindirgan artistlarimizmi yo'q emas. Ammo foyda manfaat unvon mansab oldida o'zini xor qilib nomi bulg'inib ketgan, sahna ekranlarda ayolcha yosinib qimmag'ini qammayotgan top 100 artistlarimizmi yo'q emas. Esimizda bo'lsinki, artistlarimizga olqish yangratib turgan xalqimiz har zamon har makonda ularning nuroniy obrazini ko'rishni chin dilidan orzu qiladi. Xalqning oldida nuroniy obrazi bilan paydo bo'la oladigan artistlar shubhisizki kishilik qadr qimmatiga qattiq ahamiyat beradigan vijdonli artistlar orasidan chiqadi. 4-chi, bizga san'atkorga xos g'ururga ega artistlar kerak. Meningcha hozir xeyli nurg'un artistlarimizda san'atkorga xos g'urur texi yetarlik emas. San'atkorda kuchli kasbiy g'urur bo'lmasa, u xilma-xil muddaodagi kishilarning qo'lidagi qo'chaqqa aylanib qoladi. So'rinlarda so'rin bezdagi suhbatida o'ltirib kelayotgan ba'zi artistlarni ko'rgan cheg'imda ichimdan o'kinib ketaman. San'at sohasida Beethovenning san'atkorga xos g'ururi haqidagi hikoya 200 yildan buyon ta'riflanib kelmoqda. Bir kuni Beethoven mashhur adib Gyote bilan yo'lda sayli qilg'ach paranglashib ketayotsa, oldi tarafdan Kenaz va uning shahzodalari kelib qoldi. Ular Beethoven bilan Gyotening mashhur nomini anglagan bo'lg'ashqa, ularni tonib hurmatlab yo'l beribdi.
Bu chaqda Beethoven ulanib santiga ammay shirninkidek haybatlik beshini ko'tirib mardona qadam tashlab yo'liga mengiyveribdi. Beethovenning harakati qaramoq sal oshirayotganligi hisoblansami, ammo Knez shahzodalarga uchrab qolganda qo'llachi hurmat bildirib qo'l qovushtirib turgan yoki hayajonlanganidan yugurib berib qo'llarini mahkam siqib qurt yegan eziq tishlaridan tatib ko'zitib qalcharab kulib ko'rishadigan kishilarninkidan ming ortiq. Beethovenning san'atkorga xos bundoq mag'rurona g'ururidan o'rganishga arziydi. 2006-yili atiyazda Amerika Zongtungi kichik bo'sh Hindistonga ziyoratga kelganda, Hindiston Zongtungi Abdul Kalam bilan Zonglisi Mammuxon Sini uning sharafiga katta ziyofat hozirlab, ziyofatga Hindistonning davlat go'hari darajalik tangliq kino cho'lpini Dünya güzeli deb nom olgan Ashvariya Rayni bo'sh Zongtunga hamroh bo'lib ziyofatga qatnashib berishga taklif qilib taklifnoma avatgan. San'atkorga xos g'ururga ega bu go'zal artist hech ikkilanmasdan vaqtim yo'q deb taklifnomani qaytarib atgan. Hindistonning axborot vositalari odamning mastlikka kelgudek bu mag'rur pozitsiyani bas-basda tashviq qilishgan. Men o'ylab qoldim. Agar ashu so'ringa bizning bir qism tanliq artistlarimiz taklif qilingan bo'lsa, ahvol qandoq bo'lishi mumkin? Ular taklifnomani qo'liga elibla Qashqarning chiman do'ppisidan birini sovg'at uchun somkasiga qatlab selib, oldi keyniga qaramay darhol yo'lga chiqamu yoki Bushning siyosiy e'tiqodining bizga nisbatan do'stlik yoki dushmanlik xarakteri bor yo'qligini hisobga elib, o'ylanib ondan berish bo'lmaslikni belgilamu. ...2006-yili 12 ayning 12 kuni Ürümçi.